Yoshlar tadbirkorligi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Yigit-qizlar o'zining yangicha fikrlashi, innovatsion g'oyalari va faolligi bilan jamiyat hayotida katta o'zgarishlar yaratish imkoniyatiga ega. Shu bois yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish, ularni qo'llab-quvvatlash va imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Bundan samarali foydalangan tadbirkor yoshlar o'z biznes g'oyalarini amalga oshirish orqali nafaqat daromad manbai yaratmoqda, balki ko'plab ish o'rinlarini ham tashkil etayotgani quvonarlidir. Bu esa ishsizlikni kamaytirish va aholi farovonligini oshirishga ham xizmat qilyapti. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-fevraldagi yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosi doirasida 2025-2027 yillar davomida yoshlar biznesi dasturi amalga oshirilmoqda. Birgina Navoiy viloyatida ham dastur doirasida yangi quvvatdagi loyihalarning yo'lga qo'yilishi aholi, ayniqsa yoshlarning doimiy ish bilan ta'minlanishi, hududlarda xizmat ko'rsatish va servisni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Albatta, qachonki yoshlarga imkon berilsa, biznesi rivojlanadi, qo'shimcha bozorga yo'l ochiladi, u faoliyatini kengaytirishga qiziqadi. Berilgan imtiyoz, imkon va kelajakka ishonch sabab ham yoshlar orasida tadbirkorlik ommalashmoqda. Ana shunday xaridorgir mahsulot yetishtirishga kirishgan Shohrux G'aniyev ham investitsion tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish uchun taqdim etilayotgan imtiyozli kreditdan samarali foydalandi. Hozirda yosh tadbirkorman. Asosiy yo'nalishim qishloq xo'jaligi yo'nalishi. Hozirda shu qishloq xo'jaligi yo'nalishida pomidor mahsulotlarini yetishtirish, ko'chatchilik bilan shug'ullanib kelyapmiz. Joriy yilda yana bir yangi yo'nalish yo'lga qo'ydik. Ulardan biri shu golubika mahsulotini yetishtirish. Mana shu golubika mahsulotini may oyida hosil olamiz degan niyatdamiz. Bugunda hozir o'sha golubika 3 gektar yer maydonida 15 mingta ko'chat ekilgan. Asosiy o'sha xorijiy meva bo'lib, hozirda shu mevani o'zining mutaxassislari bilan hamkorlikda shu yerda mahalliylashtirishni yo'lga qo'yganmiz. Bugungi kunda shu tadbirkorlar izlanishi kerak, o'z ustida ishlanishi kerak, bozorda o'rganishi kerak. Shuni o'rgangan holda men shu golubika mahsulotini yetishtirishni yo'lga qo'ydim. Imtiyozli kredit oldik 5 milliard miqdorda 7 yilga 3 yillik imtiyoz bilan. Prezidentimiz yoshlarni qo'llab-quvvatlashi, yoshlarimizga bo'lgan ishonchlari deb o'ylayman. 100 ga yaqin ish o'rni yaratdik. U golubikani o'zi ekishdan maqsad avvalambor mahalliylashtirish. Nimaga deganda juda qimmat import mahsulot. Undan ko'ra shu yerda ekib, tan narxi arzon tushadi. Mahalliy bozorga sotamiz. Eksport qilsak ham bo'ladi. Bu narsani ko'z kasalliklari, yurak kasalliklari, qon bosim kasalliklariga juda katta foydasi bor. Shuni hisobga olgan holda shu narsani qildik. Hozirda arzon sifatli mahsulotni o'zimizda yetishtirishda niyat qildik. Hozirda mana 3 gektar yer maydonda ekkan bo'lsak, keyinchalik yana 1 gektar qo'shib 4 gektar yer maydonda mana shu hosilni yetishtirishni niyat qilib o'tiribmiz. Birgina golubika loyihasini hisob-kitob qilganman. Hisob-kitobimga ko'ra mana shu 7 yilga olgan kreditimizni 100% qoplab foydaga chiqamiz degan umiddamiz. Hozirda mana hozir 1-yil endi bitta meva 1 kilogacha hosil beradi. 2-chi, 3-chi yildan keyin bu yog'i 3 kilo, 4 kilo, 5 kilogacha hosil beradi. Hozir 15 mingta ko'chat bo'lsa, 1,5 tonna, 4,5 tonna, 5 tonna, 10 tonnagacha hosil olamiz. Bemalol kreditni ham yopib bilamiz, ish xodimlarini ham ta'minlab bilamiz va o'zimiz foydamizni ham ko'rib bilamiz. Karmana tumanida amalga oshirilayotgan golubinka yetishtirish loyihasi doirasida Turkiyadan olib kelingan ko'chatlar hozirgi paytda maxsus idishlarga ekilib, mahalliy iqlim sharoitida parvarishlanmoqda. Ishlar samaradorligidan kuch olgan yosh tadbirkor ushbu manzilga tutash, zamonaviy kreativ dizaynga ega yangi ekobog' yaratish rejasiga ham kirishgan. Bu birinchi o'rinda turizmni rivojlantirishga katta o'z hissasini qo'shadi. Mana shu M37 yo'l yoqasida mana shu yerdan xalqaro transportlar o'tadi, katta-katta mashinalar o'tadi. Qadimiy obyektlar oldida joylashgan.
juda ko'p turistlar o'tadi bu yoqda. Kelib shu yerda dam olib, hordiq chiqarib, ichida o'zini subtropik mevalari bo'ladi. Mevalardan tanovul qilib yoki restoranlari bo'ladi, kafelar bo'ladi, ovqatlanib bemalol dam olib ketishlari mumkin. Yoshlar uchun o'yingohlari bo'ladi o'zini, nuroniylar uchun o'zini joylari bo'ladi. Nuroniylar bemalol dam olib, sport bilan shug'ullanish yoki kitob o'qish yoki tabiatdan zavq olsa bo'ladigan proyekt bo'ladi bu. Buni hozir biz o'sha rejasini tuzyapmiz.